Kamoliddin Behzod institutiga birinchi yili o'zida kirishimga nimalar sabab bo'ldi? Bu oson bo'lmagan, lekin shuni bilaman, barchasi to'g'ri niyatdan boshlanadi. Avvalo, to'g'ri niyat qildim. Men Kamoliddin Behzodga birinchi yildayoq grant asosida o'qishga kiraman deb o'zimga aniq maqsad qo'ydim. Yaxshi niyat yarim mol deyishadi-ku. O'ziga ayb yo'q, albatta. Niyatga yarasha harakat qildim. Har kuni muntazam mashq qildim, ya'ni ijodiy imtihonda tushadigan bilet asosida tayyorgarlik ko'rdim. Bilimli ustozlardan saboq oldim. Xatolarimdan qo'rqmadim, balki o'rgandim. Eng muhimi, o'zimga bo'lgan ishonchni yo'qotmadim. Sababi atrofdagilarni "Kirolmaysan, bekorga harakat qilasan" degan so'zlarga umuman e'tibor bermadim. Men o'sha paytlar kuchli bo'lmasam ham sabrli bo'lishga harakat qildim. Tez emas, lekin to'xtamasdan o'rgandim. Bu yo'l meni nafaqat institutga olib kirdi, balki chinakam orzu qilgan dizayner bo'lish orzuyim sari yetakladi. Bu videoni Kamoliddin Behzod institutiga dizaynerlik yo'nalishiga tayyorlanib yurgan do'stingizga yuborib qo'ying.